Rossiya tomonidan jang qilgan 2000 ga yaqin Shimoliy Koreyalik askar halok bo'ldi. Putin va Zelenskiy hali uchrashuvga tayyor emas. Erdo'g'an: Putindan juda ranjidim. Tramp yangi tahdid bilan chiqdi. Ukraina bosh shtabi: Gerasimov Rossiya muvaffaqiyatsizliklarini yashirishga harakat qilmoqda. Xususiylar Yamandagi BMT binolariga bostirib kirdi. Venesuela prezidenti AQShni mamlakat hukumatini ag'darishga urinishda aybladi. Endi esa batafsil. Aziz birodar, agar hojatga tez-tez chiqish, charchoq yoki kuchsizlik bezovta qilsa, bu belgiga e'tiborsiz qolmang. Turkiyalik urolog Yunus Tur tavsiyasi bilan Prostamix, prostata va erkak quvvati uchun tabiiy, xavfsiz va ishonchli yechim. Tez-tez hojatga chiqishdan qutulish, peshob ushlab tura olmaslikka chek qo'yish, erkak quvvatini tiklash va uzoq davom etadigan baquvvatlik. Har bir kun yangi kuch va yangi ishonch. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va Yunus Turdan bepul maslahat oling. Shov-shuv obunachilari uchun Mustaqillik bayramiga maxsus chegirma. Shoshiling. Rossiya tomonidan jang qilgan 2000 ga yaqin Shimoliy Koreyalik askar halok bo'ldi. Ukrainaga qarshi urush uchun Rossiyaga yuborilgan Shimoliy Koreyalik askarlardan qariyb 2000 nafari halok bo'ldi. Bu haqda Janubiy Koreya razvedkasiga tayanib Yonhap agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreya frontga qo'shimcha 6000 ga yaqin askar yuborishni rejalashtirmoqda. 1000 ga yaqin jangovar muhandis allaqachon Rossiyaga yetib kelgan. Hozirgi qo'shinlar zaxira kuchlari sifatida front ortida joylashtirilgan. Shimoliy Koreya 1 va 2 marta yuborilgan askarlar orasida 350 qurbon borligini e'lon qilgandi. Janubiy Koreya razvedkasi esa aprel oyida ularning sonini 600 taga baholagan. Keyinchalik boshqa davlatlar bilan birgalikda o'tkazilgan tahlillar natijasida bu raqam 2000 ga yetgan. Shimoliy Koreya 2024-yilning oktyabridan buyon Rossiyaning urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun qariyb 13000 askar va turli qurollar yubordi. Shuningdek, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Shimoliy Koreyaning Kursk viloyatiga quruvchilar va mina tozalovchilar yuborishni ham rejalashtirayotganini tasdiqlagan. Kim Chen In va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida 2024-yil iyun oyida keng qamrovli strategik hamkorlik shartnomasi imzolangan edi. Ushbu kelishuvga ko'ra, agar bir tomon qurolli hujum tufayli urush holatiga tushsa, ikkinchi tomon barcha mumkin bo'lgan harbiy yordamni ko'rsatishi shart. Rossiya tashqi ishlar vazirligining ta'kidlashicha, ushbu shartnoma ikki tomonlama ko'p qirrali hamkorlikni yangi strategik darajaga olib chiqadi va Shimoliy Sharqiy Osiyo hamda Osiyo Tinch okeani mintaqasida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Putin va Zelenskiy hali uchrashuvga tayyor emas. Erdo'g'an: Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Rossiya va Ukraina rahbarlari Vladimir Putin hamda Vladimir Zelenskiy bilan muloqotdan so'ng ularning uchrashuvga tayyor emasligini ma'lum qildi. Uning so'zlarini Milliyat gazetasi keltirgan. Men prezidentlar ham Zelenskiy ham Putinning yondashuvlarini ijobiy baholadim. Biz Turkiyada Istanbul jarayonini davom ettirishni taklif etganimizda Zelenskiy nega yo'q deb rozi bo'ldi. Ammo ular hali bunga tayyor emaslar, dedi Erdo'g'an. Uning aytishicha, Turkiya rahbariyati doimo Ukrainadagi mojaroni muzokaralar orqali hal etish mumkin degan fikrda bo'lib kelgan va shu sababli bu jarayonni davom ettirish uchun harakat qilmoqda. Turkiya yetakchisi Anqara tinchlikka bo'lgan umidni aniq natijalarga aylantirish maqsadida muzokaralar darajasini asta-sekin oshirishga intilayotganini ta'kidlagan. 30-avgust kuni Tramp Putin va Zelenskiy o'rtasidagi uchrashuv amalga oshishiga ishonchi komil emasligini, ammo uch tomonlama uchrashuv albatta bo'lib o'tishini aytgandi. Putindan juda ranjidim. Tramp yangi tahdid bilan chiqdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putindan hafsalasi pir bo'lganini aytdi. Putindan juda ranjidim. Foydasi yo'q urushda minglab odamlar halok bo'lyapti. Agar prezident bo'lganimda bu urush hech qachon boshlanmas edi, dedi Amerika yetakchisi. Trampning qo'shimcha qilishicha, AQSh odamlar hayotini saqlab qolish uchun endi nimadir qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, har hafta 7000 kishi halok bo'lyapti. Asosan askarlar. Men buni to'xtatishga yordam bera olsam edi, o'ylaymanki buni qilishga majburman, dedi AQSh prezidenti. Tramp shuningdek Ukrainadagi mojaro yaqin vaqt ichida hal etilmasa, u ma'lum choralar ko'rishga tayyor ekanini ta'kidladi. U Moskva va Kiyevning harakatlarini diqqat bilan kuzatayotganini qayd etdi. Ko'ramiz ular nima qiladi va nima ro'y beradi. Men bu jarayonni juda diqqat bilan kuzatyapman, dedi AQSh rahbari. Ukraina bosh shtabi: Gerasimov Rossiya muvaffaqiyatsizliklarini yashirishga harakat qilmoqda.
Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiyaning so'nggi bir necha oy ichida armiya hujumidagi taxminiy muvaffaqiyatlari haqidagi da'volarni shubha ostiga qo'ydi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning tegishli bayonotlariga qaramay, Rossiya qo'shinlari hech qanday yirik shahar ustidan to'liq nazorat o'rnatgani yo'q deya ma'lum qildi. Ukraina qo'mondonligiga ko'ra, Gerasimov orzularni haqiqat sifatida ko'rsatishga va 2025-yil bahor-yozgi kampaniyasi natijalari haqida yolg'on ma'lumot tarqatishga uringan. Chunki Rossiya Federatsiyasining so'nggi mavsumiy hujumi deyarli hech qanday natijasiz tugagan. Okkupantlar tomonidan bosib olingan hududlar va aholi punktlari bo'yicha taqdim etilgan raqamlar sezilarli darajada oshirib yuborilgan deya ta'kidladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Shu bilan birga Rossiya qurolli kuchlarining Ukrainaning yangi hududlarini egallab olishga urinishi natijasi ularning katta miqyosdagi yo'qotishlardir, deyiladi bayonotda. Yil boshidan buyon Xarkov, Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi janglarda rossiyaliklar qariyb 210 ming askarni yo'qotdi. Ular halok bo'ldi yoki yaralandi. 2174 ta jangovar zirhli texnika, 1201 ta tank, 7303 ta artilleriya tizimi va 157 ta reaktiv yo'q qilindi, deyiladi xabarda. Hussiylar Yamandagi BMT binolariga bostirib kirdi. Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hussiylar 1-sentyabr kuni Yaman poytaxti Sana shahridagi BMTga qarashli Jahon oziq-ovqat dasturi va UNIF ofislariga bostirib kirdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Bu hodisa Isroil tomonidan guruh bosh vaziri va boshqa yuqori martabali rasmiylar o'ldirilgandan keyin sodir bo'lgan. BMTning ma'lum qilishicha, hujum vaqtida VFP va UNIFning bir nechta xodimlari hibsga olingan. BMTning Yamandagi maxsus vakili Gans Grundberg holatni qoralab, unga shunday munosabat bildirgan. 11 nafar BMT xodimi hibsga olindi. Biz buni qat'iyan qoralaymiz va ularning zudlik bilan ozod qilinishini talab qilamiz. BMT bosh kotibi Antonio Guterrish ham Hussiylar sodir etgan harakatni keskin qoralab, xodimlar o'z vazifalarini bajarayotganda hech qachon nishonga yoki hibsga olinmasligi kerakligini ta'kidlagan. U xodimlarning barchasi ozod qilinishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishga va'da bergan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa Hussiy bosh vaziri Ahmad al-Rahaviy va boshqa yuqori lavozimli isyonchilarni o'ldirish uchun amalga oshirilgan zarbalar faqat boshlanishi ekanini bildirgan. U shuningdek Hussiylar Isroil davlatiga qarshi tajovuzkorligi uchun juda og'ir tovon to'lashini aytgan. Biz hech kim qilmagan ishni qilmoqdamiz va bu Sananing rahbarlariga qarshi zarbalar kampaniyasining boshlanishidir, dedi Netanyahu. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro AQShni mamlakatda hukumatni ag'darishga urinishda aybladi. Unga ko'ra, Karib dengiziga AQSh harbiy kuchlarining kiritilishi siyosiy bosimning bir ko'rinishi hisoblanadi. Bu haqda Fox News xabar berdi. Maduro Venesuela hech qanday tahdidlarga bo'yin egmasligini aytib, mamlakat har qanday harakatga to'liq tayyor ekanini ta'kidlagan. Ular harbiy tahdid orqali rejimni o'zgartirib, hukumatni ag'darmoqchi. Bu so'nggi 100 yildagi misli ko'rilmagan eng katta tahdiddir, dedi Maduro poytaxt Karakasdagi matbuot anjumanida. AQSh prezidenti Donald Trump harbiy kuchlarni Karib dengiziga yuborishni narko kartellarga qarshi kurash doirasida ma'qullagandi. Karakas esa bu harakatni o'z ichki ishlariga aralashuv deb baholamoqda. Trump ma'muriyati oldinroq Venesuela prezidentini narkotik savdosida ayblab, uni qo'lga olishga yordam beradigan ma'lumot taqdim etganlarga $50 million mukofot ham va'da qilgan. Washington Maduroni to'g'ridan-to'g'ri giyohvand moddalar kontrabandasida aloqador deb aytib, uni dunyodagi eng yirik narko baronlardan biri deb atagandi.